Hammaga assalomu alaykum, aka-uka, opa-singillar, yurtdoshlar, vatandoshlar. Ko'rib turgan avtobusinglar va UzAvtoTrans kompaniyasining avtobusi. Aka-uka, opa-singillar, bizda pryamoy reyslar. Kimda kim shunaqa avtobuslarda ketish istagida bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilinglar. Har bitta avtobusimizda 3 tadan voditelyi bor. 2,5 sutkada raspисание bo'yicha 2,5 sutkada olib kiradi Toshkentga avtovokzal Sobir Rahimov. Qo'yliq. Yukka kelsa, yuk olib kelaverasizlar. 60-70 kilo yuk положено aka-ukalar. Bizda yuk ko'p, oshiqcha pul olinmaydi. Yuk olib kelinaveradi. Yukni просто xicchamgina qilib olib kelish kerak. Aka-ukalar, направлениyalarimiz xudo xolasa Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga. Shu направлениyalarda shu avtobuslar yuradi, platniy yo'llar bilan. Dokumenti muammosi aka-ukalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bez deport, bez zapret olib chiqib ketamiz. Yo'lda salomatligini qilsanglar bo'ldi. Yo'lda jicha salomatligi bo'ladi dokumenti yo'qlarga. Aka-ukalar, так что tanlovlarda adashmasdan pryamoy reyslarga murojaat qilinglar. Ko'rib turgan nomeringlar pryamoy anaqalar nomeri passatchivorlarda. Aka-uka, opa-singillar, tanlovlarda adashmanglar. Avtobuslarda eng zo'ri bizda, unutmanglar.